ishlayveradi. Onaga sizlar do'st. Sizdan siz bilan birga ishlayveradi ona ekan. ishlab yuborardim billa. İşler. Mana endi bog'da oldik, Hatayda oldik, ketgani oldik, Achkida oldik. Endi nima qoldi yana? Endi nima qolishi mumkin? Suv olamiz do'st magazin. Aha. İşga chiqaylik. Bir 400 so'm pul qoldi endi. Biz ichkari suv olamiz deyapmiz. Shuna yeting yaxshimi? Xabarlasha odam bilan. Telefon nomeri yo'q, ha? Kimi? Ya, baytku bir adam so'rabdi. Telefon nomeri bor. Kimi? 13-kuni keladi. Kim? Yeting nomeri. Siz nima qilasiz? Aktan izlebo'y qilaman. Boshqalar internetlerde mesela ekoloji meselesi mesela bunu da kol olsa normal basamak kol. Onu geçecek. Yani yakıyrak falan demeyende ya bani yanında ya taşıydı ne keşif yok falan. Keşif yok. Hala hiç yanlış yok. Hala işler hiç yanlış yok. O'sha nima qilishingiz bilan kelasiz, men o'shanga tutib gaplashamiz. Bilgilar. Qo'lidan konkret keladigan odam kerakda. Anaqa bilardim keyin bilmay qoldim desa, oshori bo'ladi. Degan ishni tashlab kelmaydi. Ham hozir kafelari ham. O'tgan safar ana qimmat kafelar hozir. Yo'q, Samarqandlik bilan bordik, bilmadi. Bilaman. O'zingizga to'latishi mumkin-da, buzib qo'ysangiz. Bunda bo'ladi, bu deb men aytdim, shuni bunday qilmagin dedi. Aka sen keldi dedi, bo'lmasam dedi. Qobil dedi, 3600 beraman, bo'ldi. Mana shunga reksallar. Sen qilgan ishing ham buniki ham. 3600 ber, 5000 10.000 ga borgan. Kafelda o'zi bosib qoldi. Kafel qasga yerga. Voy, yerga bosolmadi. Ha? Qanaqami? Rasmiyga qarang, ketganiki. 40-30. 6 tasini bordi bachaqlar. Ya 5000 dan bersin deydi. Nima qilganiga 5000 dan beradi? 3 kvadrat ekan. Voy, 3 kvadrat yo'q, bosdi. Uni ham sindirib yubordi ortasini. 2,5 dona bosibdi dedi. Qolganiga nima qilamiz? Vasa so'kdi, gaplashib turdi. Topgan odam shu dedi. Bilasanmi, 100% bilaman. Borodi bilmas ekan. Bilmayman bo'lsa bilmayman deb. 5000 dan qolgizda men bekonda ekan. Hali bilan janjalash, asabim o'ynab, oxiri 3000 dan olib pul oldi. 2,5 kvadrat joy bosdi. U bilan, uni bosgani bilan o'zi 2,5 dona kafel bosdi. To'g'ri chiqqan. Qolgani hammasi aytdi. Evet, belli. Nima ketamiz? Ketdi. Tereboya boramiz. To'g'ri ketyapmizmi so'z? To'g'ri ketyapmiz. Yo'q, nima ishga kelib yopamiz. Uni ko'rishimiz kerak. Aniqmi? Aniq. Ketdik bo'lmasa boshqa. Bu yoqdan Tereboyaga borasan. Amurskiy ishi. Ha, to'g'ri ishgacha. O'shanga aytyapmanki, bilaman degan odam bo'lsa yaxshi yo'q. Bilaman desa, yerda nima qiladi? Bilaman qo'yapman. O'rga qayerga borsang shunday qo'ydim. Bo'lmasa yana bir 4 kun qo'yganimda bilan shakarat berib qo'yadi. Shu yo'ldan o'sha qarzim qoldi. Nima bo'ldi? Bu kasallik qoldi.